Vasya, bugun qayerga boramiz? Qayerdan talab bo'libdi? Aka Javgariga-da, Javgariga. Keyingi manzil Javgari bo'ladi. Do'stlar, biz Javgaridan Ahad sartaroshni topdik, qolgan suhbatni ichkarida davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Ahadjon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Salomatmisiz? Rahmat. Bir ikki og'iz suhbat qilsak, qarshi emasmiz? Qish. Ahad necha yildan beri ish faoliyat yuritasiz? 2-3 yildan beri, 2-3 yildan beri. Odam bir ishga qiziqishi uchun kimdirga qarab havas qilish kerak. Shunaqa sartaroshlar bormi? Viloyat bo'yichami yoki respublika bo'yichami taniydiganlar? Qiziqib, sizni taniyman, qiziq. Meni aytyapti. Sizlarni Buxorodan Kamol Jamol, o G'ijduvondan bir ikki sartaroshlarni ishani qiziqib ishga kirganman. Katta rahmat. Ahad, nechinchi yilsiz? 2007-yil. 2007'ga davring keldi. 2007 mi? 2000 va katta deb o'ylayman, lekin kuniga qancha daromad topasiz bir kunga, sir bo'lmasa agar? Shu pullarda 400-500. Ana azizlar, sartaroshlikka gap ko'p deyman, yo'q deysan, qishloq joyiga turib. Mana shunaqa daromad topsa ham bo'ladi. Kimgadir malaka oshirish niyatingiz bormi? Bor. Toshkentdagi Dolmur Style ishini ko'rib, kuzatib, shu ishlarga qiziqaman. Rahmat. Obuna bo'ling, Like bosing. kuzatib qoling.